Mashhur Rubin vaza illyuziyasi. Qaysi tomondan qaralishiga qarab, bu ikki kishi bir-biriga qarama-qarshi tuyuladi. Myuller illyuziyasi. Ikki chiziq uzunligi bir xil, lekin yuqoridagi uzunroq ko'rinadi. Tekshiruvni soya illyuziyasi orqali qilamiz. A va B turli xil rangda ekanligini ko'rasiz. Lekin ular bir-biriga yopishganda, ular bir xil tusga kiradi. Inson miyasining kognitiv qobiliyati hayratlanarli darajada zaif va ishonchsizdir. Agarda bizning miyamiz biron bir sababga ko'ra o'zgaradigan bo'lsa, biz idrok qiladigan dunyo butunlay boshqacha bo'lgan bo'lardi. Misol uchun, biz xayoliy deb o'ylaydigan narsalar bizning olamimizda paydo bo'lishi mumkin bo'lib qolardi. Telegramdagi Annie Lovers kanali taqdim etadi. Faqatgina Annie Lovers muxlislari uchun. Soya olamidagi ranglar cheksizligi. Ushbu animega ovoz berishda ishtirok etdi. Shinobi, Nezuko, Sakura, Mitsuha va Itachi. Tarjimon Sid Kageno, Taimi Itachi. Birgalikda tomosha qilamiz. Bundan 10 yil muqaddam bizning olamda sodir bo'lgan voqealardan beri haqiqat va xayolot bir-biriga bog'lanib, dunyoda ko'p sonli xayoliy mavjudotlar paydo bo'ldi. Tafsilotlarni keyinroq bayon qilaman. Lekin bu hikoya aynan shu to'g'risida. Voy! Shoshma! Bu yana nima qilganing? O'rningga sen aybdorsan. Qara. Bo'lishi mumkin emas. Voy! Jin ursin. Yaxshi. Ahmoq. Agar yana kechiksam, Maysan bu safar aniq meni tepada. Sen juda dangasasan, Harihiko. Balkim qachondir sport bilan shug'ullanarsan. Hoy, bu seni ishing emas. Mana shu yerda. Birozgina shoshmang. Buni oddalayman. Nima? Sal tezroq qimilla. Kechirasan. Haliyam bo'lmadingmi? Tezroq bosingchi. U doimiy harakatda, shuning uchun chizish qiyin. Shoshma, nega bunaqa kiyinib olding? Men almashtirish o'rtasida edim. Senga ishonaman. Qani bo'la qolma. Bu o'sha gimnastika mashg'ulotini to'xtatib, Gulzorni vayron qilgan fantom emasmi? Ha, bu biroz qiyinroq. Balki borib yordam berarsan, Roro. Yo'q, oxirman. Kuzatuvchiman. Hoy, buni ikkovlaringiz hal qila olasizlarmi? Balki zaxiraga yana bir jamoani olishlaringiz kerakdir, to'g'rimi? Men endigina boshladim. Senga hali kuchimni ko'rsatganim yo'q. Hoy, u yerdan qoch. Nega chaqqon bo'la olmaysan? Bilasanmi, menda dahshatli reflekslar bor.
Xayrli tong. Xayrli tong, Kurumi. Ahvoling yaxshimi? Nimani tomosha qilasizlar? O'rta maktabli opa fantom bilan kurashyaptilar. Mendan qochib keta olmaydi. Bunga qaysi texnikani ishlatsam bo'lar ekan? Aynan shu. May, nima qilmoqchisan? Bo'tdan qochinglar. Qo'lga tushdi. Juda yaxshi ish, May. Imkoniyatdan foydalan. Ha. Yashirin soya. O'zingni mujassam etgan sirlarni ushbu kitobga och. Qoyil. Harihiko va May g'alaba qozonishdi. Endi bizni kuchimizga ishondinglarmi? Lapashanglar. Odatda bundan ham battarroq ish qilasizlar. Mayli, vaqt o'tkazish uchun yaxshi narsa bo'ldi. Qani ketdik, Kurumicha. Albert, bu juda hayajonli bo'ladi-ya. Mana hamma ketib qoldi. Kel buni tugatamiz, Aha. Haruhiko. Yaxshi. Rangiga qaraganda bu pantomarti bu olov. Albatta uni yuta oladigan bu suvning kuchidir. Suv elementi olovni o'chiradi. Olov suvdan zaif. Uni ko'rib o'zim jo'shqalashib ketaman. Qoy, jim bo'l. Uni yo'q qiladi. Men yana yangi eskiz daftarini sotib olishim kerak. Bugun hammasini rasvo qildinglar. Nima uchun, Ximena xonim? Butun maktabni vayron qilganlaring uchun uni tuzatishga pul topishlaring kerak. Bo'lishi mumkin emas. Endi qanaqa qilib o'taman? Men sen uchun yaxshiroq pul to'laydigan ish topaman. Mayli, bugunga yetadi. Uyingizga yaxshi yetib olinglar. Yaxshi, hammasi yaxshi bo'ladi. Keyingi safar omadlaring keladi. Bunchalik tushkunlikka tushishing shart emas, Haruhiko. Ba'zi kunlarda yomg'ir yog'adi, ba'zi kunlarda esa porlaydi. Rahmat senga, Shosuke. Xo'rsinib qo'y. Sen baxtingni tashqariga chiqarasan. Bu yerda sen o'zing ham xo'rsinding-ku. Xosi akademiyasi neyron xatolarini tuzatish uchun. Bu xuddiki soyalarni ov klubiga o'xshaydi. Ammo men va May Y jamoasini eng yomon ko'rsatkichiga egamiz. Bu yomon. Rostdan ham bu juda yomon. Bugun mukofot ola olaman deb o'yladim. Bu oy uchun naqd puling bormi? Bu oy, keyingi oy va undan keyin har oy. O'rta maktab o'quvchisi uchun yolg'iz yashash oson emas. Balki biz rostdan ham o'z kuchimiz bilan jamoani boshqara olmasligimiz mumkin. Qanaqadir tarzda a'zolarni yollash kerak. Xosiya olg'a. Xosi akademiyasi xususiy maktab. Men Ichijo Haruhiko shu yilning aprel oyida o'qishga kirdim. Kitob o'qishni yoqtiraman. Men maktab kutubxonasidagi barcha kitoblarni o'qib chiqdim. Shuning uchun hozir asosan ommaviy kutubxonaga boraman. Nimaga o'qish uchun yaxshi kitoblar yo'q? Nahotki uyatsiz kitoblar bu yerda bo'lmasa? Bu yerda bu kabi bemal narsalarni topolmaysan. Xosi akademiyasida boshlang'ich va o'rta maktablar mavjud. Lekin ba'zi o'quvchilar o'rta maktabga boshqa maktablardan kirib kelishadi. Ulardan ba'zilari hatto bizga o'xshash maxsus kuchlarga ham ega bo'lishlari mumkin. Ishonchim komilki, yaqin atrofda yashirin iste'dodli odamlar bor. 3 qurolli yovuzlaridagi Jugelian yoki Pang Ton kabi. Men bularning birontasini eslay olmayman. Lekin sen hikoyalaringda doimo g'alati bir narsalar bor. Nima? Bu yerda har doim ham qabriston bo'lganmi? Biz boshqa joyga kelib qoldikmi? Men axir har doim shu yo'ldan kelaman-ku. Jamai suv degan hodisa ham xuddi shunaqa. Bu holatda tanish bo'lgan narsalar butunlay boshqacha bo'lib ko'rinadi. Bu yana nima bo'lishi mumkin? Haruhiko, qara. Soyalar? U yerda qiz, uni qutqarish kerak. Buni kuzatmaganing ma'qul. U soyalarni yeyapti. Unda o'zgacha qobiliyat bor.
Ajoyib. Qo'y, sen menga aytchi, oldingi pulini sekunda haqida eshitganmisan? Nima? Tabiatshunosmi? U qadimgi Rim tabiatshunosi Oqsoqol Pilini nomi bilan tanilgan. Sen bilasanmi, uni kitobida Mantikora degan ajoyib jonivor bor. U hamma narsani yeyish qobiliyatiga ega, hatto armiyani ham. Hozir sen qilgan ishing xuddi Mantikora qilgan ishga o'xshab ketardi. Ko'zlarga muloyimroq bo'l. Bu hayvon Aristotelning kitoblarida ham eslatib o'tilgan, shuni bilasanmi? Qo'y, men senga nima dedim? Ha, albatta. Sen Xose Akademiyasining formasini kiygansan. Isming nima? Izumi Reina. Izumi Renasan. Men Ichijo Haruhikoman. Hali klub tanlamading, to'g'rimi? Soyalar ovo klubiga qo'shilishni xohlaysanmi? Men uyga ketishim kerak. Ehtiyot bo'l. Baxir, agar bu holat shunday davom etsa, ehtirosli uchrashuvga aylanib ketadi. Yo'q! Men senga yordam beraman. Kechirasan, mana ko'zlarim umuman unaqa ko'k chiziqlarga tushmadi. Jur'at etding. Shoshma. Voy, sen uni qo'rqitib yubording. Hammasi sana deb bo'ldi. Sen uyatsizsan. Men senga yordam bergandim. Izumi-san, osonlikcha qutulmaysan. Bizga san albatta keraksan. Jinni. Soya olamidagi ramli cheksizliklar. Bu kattagina Onion Lovers'da. Kariko, ko'zlardan unchalik ko'p kechirim so'rama. Iltimos, yolvorib so'rayman. Men bunday qilolmayman. Axir sen Soyalar Akademiyasidasan. Senda noyob imkoniyatlar bor. Bundan foydalanmaslik esa uyatli. Agar xohlasang, uni mazza qilib, tepib, urib daftarisini chiqarishingga ruxsat beraman. Nega sen ruxsat berarkansan? Bu shunchaki baxtsiz hodisa edi. Seni urganimdan juda ham xijolatdaman. Yaxshi. Lekin meni kechir. Buni qila olmayman deb qo'rqaman. Nahotki. Shoshma. Ha, tushlik qildingmi? Seni mehmon qilmoqchiman, kafeteriyada. Kafedami? Bu yerni taomlari juda mazali. Bularni abadiy yeyishim mumkin. Wow, sen ishtahang juda ajoyib ekan. Men har doim maktab oshxonasiga kelishni xohlardim. Lekin men nafaqa olmayman. Shuning uchun pulim yo'q. Sen pul olmaysanmi? Hech qisi yo'q. Bu muhim emas. Tushuntirib bera olasanmi? Hammasi joyida. Kel, unda fantomlar nima ekanligini tushuntiraman. Bu hammaga ma'lum, lekin baribir ham tushuntiraman. Fantomlar bular arvohlar, ruhlar, yirtqich hayvonlar va boshqa g'ayritabiiy mavjudotlar uchun keng atama. Ilgari ularga xayolat mahsuli yoki faqat ma'lum odamlarga ko'rinadigan deb hisoblashgan. Adashmasam, bundan 10 yil muqaddam Alayashaki kompaniyasi terrorchilar tomonidan portlatilgan. Bu esa virusni tarqatdi. Bu biologik xavf aholiga ommaviy ravishda yuqtirilib, odamlar miyasidagi o'zgarishga sabab bo'ldi. Buning natijasida hamma fantomlar mavjud ekanligini idrok eta boshlashdi. Boshqacha qilib aytganda, fantomlar haqiqat va xayolot to'qnashuvi natijasida paydo bo'lgan mavjudotdir. Buning natijasida esa san va man kabi fantomlarga qarshi kurasha oladigan maxsus kuchga ega bo'lgan bolalar birin-ketin dunyoga kela boshlashdi. Ko'pgina fantomlar zararsizdir, ammo ba'zilari san muhrlaganing kabi odamlarni yo'ldan ozdirishi mumkin. Bizning akademiyada esa shu kabi fantomlarga qarshi kurashish o'rgatiladi. Bu orqali san fantomlarni qanaqa va qaysi turga tegishli ekanligini bila olasan. Bu uchun hatto maosh ham berishadi. Naqd pulda bo'lmasa ham tovarlarda albatta to'lashadi. Demak, Ruruchan ham fantommi? Albatta, men juda aqlli qizman, shuning uchun meni ovlashmaydi. Yaxshi qizlar ovqat o'g'irlashmaydi. Xo'sh, nima deysan? Meni jamoamga qo'shilishni istaysanmi? Sen nafaqa olmaysan, to'g'rimi? Bu senga yarim kunlik ish kabi bo'ladi. Bizani may ham guruch va kundalik tovarlar uchun maosh oladi. U albatta senga yordam beradi. Boy senga shuncha pul sarfladik, demak sen bizga yo'q deyish javobini bera olmaysan. Hech bo'lmaganda tomosha qilib ko'rishing mumkin. Demak, sani isming Izumi, to'g'rimi? Men 2-kursdagi Kawakami Mei. Xonim. Ma'zur tuting. Men o'qigan qizlar
edik. Menimcha boy qizlar maktabidansan. Biz rahbarimiz Himena Arisodan yangi so'rab oldik. Bu safar biz uni albatta to'g'ri bajaramiz. Tirikchiligim shunga bog'liq. Bu safar qanday fantomlar? Utility Code Phantoms. Bu xuddi Disney filmidagi narsaga o'xshaydi. Bu juda qiziq ko'rinadi. Bu ustunlar bu tog'da yiqilgan yog'ochdan yasalgan. Menimcha ular fantom sifatida qaytib kelgan ko'rinadi. To'g'risini aytsam, sen nima uchun umuman gapirmayapsan? Nima deyishimni kutyapsan? Ammo ular yomon ish qilmayapti-ku. Ularni haydashimiz shartmi? Ko'rinishidan o'sha fantom bu yerda radio shovqinlarni keltirib chiqaryapti. Klubimiz asosiy maqsadi fantomlar bilan birga yashash. Ammo agar ular zarar yetkazadigan bo'lsa, biz ularni yo'q qilishimizga to'g'ri keladi. Metal elementi yog'ochni kesib o'tadi. Men o'pkamdan mushtlarimga metal agentini chaqiraman. Mana endi. Kelinglar, to'g'ri narsa uchun kurashamiz. Ularni qirib tashlaymiz. Xo'sh, keyingisi kim? Elektr tok urishi? May, Hammasi joyidami? Chidasa bo'ladi. Asbob ruhlari? ha, odamlar tomonidan qurilgan va tashlab ketilgan asboblarning g'azabidan tug'ilgan ruhlar. Ilgari odamlar bu tog'da kesgan daraxtlar sharafiga raqsga tushishgan. Menimcha, ular hozir o'zlari uchun bu raqsni qilishyapti. Lekin nima uchun aynan limbo? Limbo raqsi ular o'z rollarini ajoyib tasvirlashlari uchun kerak. Lekin ular bundan o'tib keta olmaydilar. Balki fantomlar bu qayg'uni limbo raqsiga tushish orqali ifodalashga urinayotgandir. Ular katolikmi? Raqsning nomi shundan kelib chiqqanmi? Yo'q, ular bunga aloqasi yo'q. Hazillashyapsanmi? Ular noaniq, tushunish qiyin bo'lyapti. Lekin ichi jo'kon, juda aqllisan. Lol qoldim. U shunchaki ahmoq, doim kitob o'qigan. Ammo u jangda mutlaqo foydasiz bo'lgan arzimas narsalarni biladi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Endi biz bu fantomlar nima keligini va nima uchun raqsga tushayotganini bilamiz. Shuning uchun endi reja tuza olamiz. Sizlarga omad tilab qolaman. Bu rostdan ham fantomni muhrlashga yordam beradimi? Bu o'xshashi kerak. Bu asbob ruhlari odamlar tomonidan hurmatga sazovor bo'lishni xohlashadi. O'sha arqon elektr tokiga ega. O'xshadi. Bu narsa bizga ruhlarni bostirish uchun kerak bo'ladi. Ular juda egiluvchan. Biz qila olamizmi bilmadim. Rina o'yindan chiqib ketdi. Xavotir olma, men seni o'rningga ham yutaman. Limbo yetarlicha moslashuvchan ekanligini bilishim kerak edi. Uddaladim. Juda ham yaxshi ish, May. Ajoyib. Hali ham tugamadimi? Omad tilayman. Maysama. O'zingni bunga majburlashing shart emas. Uddalayman, tirikchiligim shunga bog'liq. Qulab tushdi. Endi May muvaffaqiyatga erishsa bo'ldi. Maynaning eng nozik joyi. Buni eplolmaydi. Isariki Rinaga o'xshashi kerak edi. Voy, bu Reynaga yoqmaydi-ku. Bu nimani anglatadi? May, nima qilyapsan? Tushundim. Tebranishdan o'tib ketish uchun foydalanmoqchi. Shuning uchun silkityapti. Albatta o'xshaydi. Uddalayman. Men uddaladimmi? Ha! O'xshaydi. Buni uddalayding. Ishonish qiyin. Yutgan bo'lsak xursandman. Fantomlarni qaranglar. Asbob ruhlari manimcha tinchlanishdi. Ular bizdan ularni muhrlashimizni xohlashadi. Hariko, sen eski daftaring qani? Jinursan, men uni sotib olishni unutman. Sen juda foydasizsan. Buni o'zim qilaman.
Bu juda ajoyib bo'ldi. Sen bizni jamoamizga qo'shilishing kerak. Mayli. Agar siz xohlaganingiz uchun. Rahmat. Bu bilan o'quvchilar yetishmovchiligi hal bo'ladi. Biz mukammal jamoani yaratamiz. Men jang qilaman. Reyna esa ularni muhrlaydi. Shoshma, sen o'zi bizga kerakmisan. Ha? Bu degani Qaranglar mana bunga. Endi asbob ruhlar butunlayga qaytmaydiganga o'xshaydi. Ular uchun biroz afsusdaman. ishonamanki, ular ilgari odamlarga anchagina foydali bo'lgan. Agar ular yana daraxt bo'lib qayta tug'ilsalar, odamlarga yana xizmat qilishni xohlagan bo'lisharmidi? Tushunarli. Demak, bu safar ham yolg'iz ketmoqchi ekansan-da. Ha, shunisi ma'qul. Juda yaxshi. Demak, bu safar ham bizga yordaming tegar ekan-da. Imkoniyat topsam. Salomat bo'ling. Balki u Reynaga o'xshab aprel oyida qo'shilgandir. Fantomlar inson ongidan kelib chiqqan gallyutsinatsiyalarning haqiqatga aylanishi. Biz haqiqat va xayolot o'rtasidagi chegara xiralashgan bu qaltis dunyoda hayot kechiryapmiz.